Assalomu alaykum Cherry Toshkent aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan Cherry Ademaster Sampidagi mashinalarning obzorini ko'rib chiqamiz. Unga sizlar bitta klass bosib qo'yinglar. Aziz obunachilar, bugun sizlar bilan ko'radigan modelimiz Arizo 8 gibrid modeli. Birinchi hamma sizlar bilan aytadigan narsasi oxirida narxini aytib, biz sizlarga boshida narxini aytib o'tamiz va buni olish shartlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mashinamizning narxi 364 million 900 ming so'm tashkil qiladi va rassrochka avtokredit, avtolizingga xarid qilishingiz mumkin mashinani bemalol. Va endi kelinglar, mashinani ko'ramiz. Mashinamiz zapas xodi 1400 kilometrga ega bo'lib, 1.5 turbina va elektr motor bilan jihozlangan va 347 ta ot kuchiga ega. Va oblitsovkalarni ham ko'rishingiz mumkin, o'sha необычный dizaynda ishlangan. Mashinamizda 360 kamera bor. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz 5 ключевой доступda bo'ladi va o'tirganingizda sidenya pamyatlari bilan 3 kishiga настройка qilingan bo'ladi sidenyalari. Ya'ni o'zingizga настройка qilib bemalol to'g'irlab olsangiz bo'ladi. Mashinamizda sidenyasida ko'rishingiz mumkin уже обогрев mavjud va passajir sidenyamiz ham уже elektronniy управленияda bo'ladi. Mashinamizda bespроводной зарядка и bular уже start-stop bo'lmaydi. Tormoz nажимать qilasiz va remen taqib mashinani haydab ketaverasiz bemalol. Mashinamizda заводской video registratorigacha bo'ladi va bu sizga ancha qulaylik keltirib chiqaradi. Va orqa qatori ham ko'rishingiz mumkin. Orqa qatorlari ham mashinada ancha keng bo'ladi, ya'ni biznes sedanga kiradi bu. Ya'ni D klass kategoriyasiga kiradi mashinamiz. Va orqada sizni aziz farzandlaringiz uchun ISOFIX mavjud, ya'ni детский kresloni o'rnatishga unaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Va bagaj qismi. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi ancha keng bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'sha komplektatsiyasida o'zini zaryadchika chiqadi. Va mashinada 10 ta kolonka, bitta samfer bilan jihozlangan va samfer ham ko'rishingiz mumkin shu yerda joylashgan bo'ladi. Mashinamizning orqa partronik, oldi partronik bo'ladi va buni xususiyatlaridan biri shundaki, orqa eshiklaringiz dovulga, daraxtga yaqin bo'ladigan bo'lsa, ichkaridan ochilmaydi, ya'ni bu sizning mashinangizning kuzovini qirib qo'ymasligingizga yordam beradi. Mashinani sizga qancha maqtaming, qancha detallarni aytmang, uni haydab ko'rmagungacha bila olmaysiz. Shuning uchun avtosalonga ertalabki 9 dan kechki soat 6 gacha bemalol tashrif buyurib, test-drive qilib ko'rishingiz mumkin va yana plus tomoni, o'zingizlarda bor bo'ladigan mashina, nima mashina bo'lishidan qat'iy nazar, shu yoqqa yurib kelib bersa bo'ldi, narxlab olib qolamiz va trading qilib, sizlarga o'rniga bosh to'lov evaziga olib qolib, qolganiga yangi mashina chiqarib beramiz. Manzilga yetib o'tadigan bo'lsam sizlarga, manzilimiz Toshkent shahar, Yunusobod tumani, Gullarli ko'chasi 2-avida joylashgan. Orientir Sanpi bansining ro'parasida siyxoz chorrahaga yetmasdan. Pak